Dadasi. Men ishga ketyapman. Habzamda xotini bor to'kislarga o'xshab zaptrik-paptrik qilaylik. Bilasiz-ku, men ishli odamman-ku. Ujinchi ujin. Ujinni ham o'zim qilyapman. Oshxonaga kirib ko'rgin, mohona bo'lib ketgan. Yuvilmaga ketish o'z mana buncha. Endi dadasi bilasiz-ku, meni ishim kech tugaydi. O, xotin, qo'y shu ishingni. Uyda ham bir dunyo ish bor. Dadosh, sizga yordam bo'lsin deb ishlayapman-ku. Sana bu yoqqa o'tirdi. Ikki og'iz gapim bor. Shu oilamga, erimga yordam bo'lsin deb ertalabdan kechgacha ishlayapsan. Oilamga yordamim tegsin deyman-da. Xotin, mujiksan bor, mujik. Bitta narsa qiziqda menga. Mana shu ishga ketguncha mendan necha pul olasan? Ertalab ishga borishimga 35 ming. Qaytishimga ham 35 ming. Keyin obed qilaman. Unda 60 ming. Keyin suv olaman, shokolad. Demak, oyiga 4,5 millioncha pul olasan. Undan tashqari fondga, remontga, formaga, qog'oz, hujjat, mana dugonalaring tug'ilgan kuni, yana u yoq 3-4 million pul olasan-da, to'g'rimi? Mehnat qilib ishlagandan keyin ketadi-da. Ichimdan bir narsaga qiziqyapman-da. Shu 5 yil ichida bilmaganman qanaqaligini. Oyliging qancha? 1 million 800. Oh, balla, 30 million deganda eshitildi-ku. Hazratda o'zim eplab yuribman-ku. 1 million 800 bilan. Qolgan 6,5 millionni kim beryapti? Ha, endi ish bo'lgandan keyin xarajat ham bo'ladi-da. Sezyapsan xotin, sen ishlaganing sari biz qarzga kirib ketyapmiz. Endi sizga yordam bo'lsin deb ishlayman-da, dadosh. Berma shu yordamni. Iltimos, uyda o'tirsan. Ha, endi dadasi, O'zim senga shu pulni beraman, tushundingmi? Bez soliq, bez avans, eshittirsan emas. Hozir beraman. bo'pti. Faqat bitta shartim bor. Sen oladigan oylik bir shart qo'yadigan oylik emas lekin. Shu 2 yildan beri oyligimni bitta narsa uchun yig'ib olman-da, lekin yig'a olmayapman. Ha, sen oladigan narsa oylikda, to'g'rimi? Xullas, to'yimizda 5 yilligiga o'zimga tilla komplekt sovg'a qilmoqchiman. Tillani qanchaligini bilasanmi? Voy dadasi, men o'zi hammasini surishtirib ko'rib yuribman. Xullas, Alayskida diamant do'konida tillalari arzon ekan, bo'lib to'lashga ham berilar ekan. Kecha zaklab berib keldim, oylik oldim-ku. Oyi, siz ham bir narsa deng. Voy, men nima ham deyman? Kelin zaklab tashigani borganda men ham yonda edim-da. Endi ulim 100 gram tilla ot bilan tuya bo'larmidi? Mana nima uchun odamlar tepakal bo'lib qolyapti.